Salom do'stlar, bugun siz bilan futbol olamining eng buyuk yulduzlaridan biri Lionel Messi haqida 5 ta fakt aytib beraman. Messi umr yoshida shifokorlar unda o'sish gormoni kamligini aniqlashgan. Bu degani u o'sishni to'xtatib qo'yishi va futbolchi bo'lmasligi mumkin edi. Lekin Barselona murabbiylari uni ko'rganda hayratda qolishadi va klub Messining davolanish xarajatlarini o'z zimmasiga oladi. Shuning uchun Messi shu darajaga erishdi. Argentinalik klublar unga yetarlicha e'tibor bermagan. Ba'zilar hatto u juda kichkina deb qaytarishgan. Ammo Barselona Messining o'yinlarini videoda ko'rib, darhol uni chaqirgan. Qiziq tomoni, klub uni qabul qilganidan bir dona restoran dasturxoni ortiga yozib tasdiqlagan. Chunki o'sha paytda rasmiy qog'oz yo'q edi. Ko'p futbolchilar doim baqiradi, janjal qiladi. Messi esa aksincha, jim turib o'ynaydi. U dribling, pas, pressingni oldindan his qilib harakat qiladi. Murabbiylar uni maydondagi kompyuter deb atashgan, chunki u qarorni soniyaning ichida va eng to'g'ri variantni tanlab bajaradi. U eng ko'p ballonlar olgan futbolchi. Eng ko'p gol uradiganlardan biri. Bir yilda 91 ta gol urib, tarixiy rekord qo'ygan. Ko'pchilik futbolchilar butun karyerasi davomida 91 ta gol urgani ham bo'lmaydi. Messi esa buni bir yilda bajargan. Bundan tashqari u La Ligada ham, Chempionlar Ligasida ham o'z rekordlariga ega. Bir yil Barselonada o'ynagan. Futbol tarixida deyarli hech kim bir klubda shuncha yil yuqori darajada turmagan. Barselona uni sotmoqchi bo'lgan davrlarda ham u "Men bu klubdan ketishni xohlamayman" degan. Barselona Messini sotishining asosiy sababi bu moliyaviy qiyinchilik bo'lgan. Messining Barselonani tark etishdan oldingi so'nggi so'zi "Men bu klubni sevaman, ketishni xohlamayman" bo'lgan.